الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين حبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته tutayotgan ro'zalarimizni Alloh taolo qabul qilsin. O'zi rozi bo'ladigan ishlarga, amallarga muvaffaq qilsin. Bugun navbatdagi 3-chi darsimizni davom ettirmoqchiman. Darski bu bir suhbat uyushtiryapmiz. Bu erkin e'tiqodda ham bo'lgan edi. Endi men o'zimizni bu guruhimizni o'zida davom ettiray dedim. Suhbatimiz hadislarni islom shariatidagi o'rni mavzusida ketayotgan edi. Shu kungacha ya'ni islom bizga aynan hadislar rivoyati uslubida yetib kelganligi to'g'risida gaplashgan edik avvalroq. Chunki hadislarni inkor qilish bu aynan islomni inkor qilish bobidan ekanligini, hadislarni manba sifatida tan olmaslik faqat Qur'on menga yetadi degan da'vo musulmon odamning da'vosi emas ekanini bir necha bor isbotini keltirib gaplashayotgan edik. Hadislar bir-biriga zid, ularni yozilish uslubi payg'ambar alayhissalom davrlarida yoq taqiqlangan kabi da'volarni naqadar puch ekanligini, hadislar bir-biriga zid bo'lishi mumkin emasligini, hadislar bir-biriga zid ko'rinsa-da ularni muvofiqlashtirish, ularni bir-biriga ya'ni yaqinlashtirish mumkinligini ko'rsatib kelyapmiz. Va hadis inkorchilarini faqat Qur'onga ergashamiz degan da'vosi ham aslida yolg'on bo'lganini. Chunki ular o'sha hadislarga yo'naltirilgan o'zlarini tanqidiy qo'shtirnoq ichidagi fikrlarini uslubida Qur'onga ham bu tanqidni qilish mumkinligini ko'rsatib bergan edik. Hadislarda o'zlari, ya'ni buzuq tushuncha bilan, o'zlarining buzuq mafhumlari bilan hadisni tanqid qilishar ekan, so'rashmaydi ular bu hadisning asl ma'nosi nima? Bunga qanday ergashiladi? So'rashmaydi uni. Ya'ni hadisga nisbatan allergiyalari bor. O'sha allergiya sifatida, allergiya kasalligi natijasida hadislarni tanqid qilish harakatiga tushaveradi. Lekin biz Qur'onga ergashamiz degan da'volari bularni go'yoki bir avtoritetni orqasiga berkinishga o'xshaydi. Tagini surishtirsangiz, ular Qur'onga ham aslida iymon keltirgan odamlar emas. Bu avvalgi suhbatlarda aytdikki, bu hadis inkorchilarining manbalari asosan Mu'tazilalarni kitoblaridan, ya'ni islomga muxolif fikrlari bilan tanilgan tarixdagi Mu'tazila degan jamoani falsafiy qarashlaridan, undan keyin Rofiza degan jamoani siyosiy qarashlari oqibatida to'qilgan, tanqid qilingan, haqorat qilingan manbalardan foydalanishadi. Undan tashqari mustashriqlar bor, orientalistlar 1746-yil atroflarida, o'sha 1700-sanadan buyog'ida musulmon mamlakatlarni mustamlaka qilish uchun qurolli harakatlarga parallel ravishda ilmiy harakatlarni boshlagan Yevropa bor, g'arb mamlakatlari. Va tarixdan ma'lumki, ular bu harakatlarini natijasini hayotda ko'rsatishgan. Musulmon mamlakatlar ichida yo'qki mustamlaka qilinmagan bo'lsa. Bir dona Turkiya mustamlaka bo'lmagan. Qolgan hamma davlatda mustamlakachilik balosi bo'lgan. Ana shu mustamlakachilikda qurolli janglar oqibatida endi musulmonlarni g'oyaviy, fikriy, e'tiqodiy ma'noda ham boshqarish kerak degan tushuncha ularda bo'lgan. Katta miqdorda pullar
ajratilgan institutlar tashkil qilingan, o'zlarini josuslarini tayyorlab, arab tilini ularga o'rgatib, arab adabiyotini, Qur'on va sunnatni o'rganishlik uchun musulmon mamlakatlarga jo'natishgan. U Lawrence Arabiya bo'lsin, misol uchun, bu Gertrude Bell degan ayollar bo'lsin, Hilmi falonchi degani bo'lsin, hammasi mustashriq bo'lgan. Hammasi o'sha musulmon mamlakatlarga borib, islomni shubhali qilib ko'rsatib, millatchilikni targ'ib qilib, arab bilan turk bilan arab dushman degan o'quv kurslarini tashkil qilishib, harakat qilishgan. Ana shu mustashriqlarning ta'siri bu sunnat inkorchilarida ham ko'rinadi. Sunnat inkorchilarining asosiy manbalaridan bittasi shu mustashriqlar. Ularning bir kitobini men misolini keltirayotgandim. Bu Abu Rayya degan odam bor. Adva'u ala sunnatin nabawiyya degan kitobi bor uni. Nabaviy sunnatni oydinlatish. Go'yoki unda mug'laq joylar bor, unda qanaqadir qorong'u joylar bor, shuni oydinlatib beraman degan da'voni qilgan. Yozgan asarlari islom olamida mashhur bo'lmagan. Yozgan asarlari islomga muxolif taraflarda mashhur bo'lgan. Nimaga desa, chunki muxolif taraf aynan mana shu, ya'ni mevani olish uchun bu urug'ni ekishgan edi. Sunnat inkorchiligi bizni ichimizdan chiqishini xohlashgan edi. Va o'sha Abu Rayya manbalarni avvalam keltirdik. O'sha Ignat Goldziher degan odamni kitoblaridan olgan. Ignat Goldziher. Bu endi musulmonman deb o'zini e'lon qilgan, musulmon mamlakatlarga safarlar qilgan, Misrga kelib Azharda ilmiy unvongacha o'qigan. Tasavvur qiling, Yahudi, o'zi millat Yahudi. Harbiy odam. Mustamlakachi mamlakatlarning josusi. Azharda kelib arab tilida o'zi shu islom manbalari, Azhar birinchi universitet hisoblanadi islom olamida. Zaytuna bilan yaqin bo'ladi, ya'ni bir-biriga Damashqdagi. Shu joyda o'qigan. Va mana shu odam Qur'ondan zotan bir muammo topisha olmasligini tushunib yetgandan keyin ular Qur'onning ma'nosiga hujum qilishgan. Keyin hadislarga nisbatan shubha uyg'otishlik uchun hadis usullariga qarshi kitoblar yozishgan. O'shalarni kitoblaridan ta'sirlanib sunnat inkorchilari bugungi kunda ham ko'rinib turibdi. Turkiyada juda ko'payib ketgan bular. Endi o'sha Turkiyadagi bu xatar o'zbekchaga tarjima qilinib, o'zbek zabon musulmonlarining ichida tarqatish harakatida. Demak, ular yo Mu'taziladan yoki Shia Rofiza radikal siyosiy jamoalardan foydalanadi manbalaridan, yoki o'sha mustashriqlar, orientalistlar, islomga dushman bo'lgan, g'araz bilan islomni o'rganib, uni ichiga shubha tarqatish uchun kitoblar yozgan odamlardan foydalanishadi. Undan keyin bizni kitoblardan ham foydalanishlikni da'vo qilishadi. Masalan, Imom Maturidiyda falon masala bor. Ana ko'ringlar. Ahli sunnaning imomi bu. Qurtubiyda mana bu tafsir bor. Tabariyni o'qinglar, ana bu tafsir bor deydi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitobida tafsirda undoq degan deydi. Borib o'qib ko'rsangiz, o'zini maqsadiga ishlatish uchun bir jumlani kesib olib aytayotgan bo'ladi. Nimaga bunaqa qilayotgan? Yo fahmini pastligidan, o'sha Bobomurodga o'xshagan, yoki g'araz bor. Qalbidagi o'sha o'zini maqsadini amalga oshirish uchun kalimalarni o'rnini o'zgartiradi. Qur'oni Karim Tavrotni o'zgartirgan ahli kitoblar haqida yuharrifunal kalima am mawadi'ihi degan. Kalimalarni o'z o'rnidan harfni o'zgartirishadi. Yuharrif degani harfini o'zgartirish degani. O'zgartirishadi. Xuddi shu uslub Qur'onga, Tavrotga, Injilga, Zaburga qolib ketgan ilohiy kitoblarga qilinganidek, bular bizni kitoblarimizda, bizni ahli sunnaning manbalarida kelgan fikrlarni ham o'zgartirish uchun tillarini burishadi.
Buni isbotini bir nechtasi keltirdim. Misol uchun Bahrom Bakirov aytayaptiki, oy yorilmagan. Oy yorilmagan degan gapni ana Imom Maturidiy aytgan deyapti. Oy yorilmagan degan gapni Imom Maturidiy aytgan deyapti. Men sizlarga ochib ko'rsatib berdim. Mana shunaqa fikrlarni gapirganda o'sha zahoti o'sha manbani ochib o'qib berishni, to'la, tepasi pastini o'qib berishni talab qilinglar. Imom Maturidiy oy yorilmagan degan gapni gapirsa, u imom bo'la olmay qoladi. Ahli sunnaning imomi degan gap o'sha zahoti uni ya'ni nomidan tushib ketadi. Ahli bid'at deydi o'sha zahot. Ahli sunna oyni yorilganligiga ittifoq qiladi. Nima deyapti Bahrom? Qani ko'ringlar deyapti. Imom Maturidiy oy yorilmagan. Agar yorilgan bo'lganda butun ufuqda ko'rinardi. Hamma ko'rardi. Odamlarning tabiati ko'rgan ajoyib narsasini tarqatishga moyil bo'ladi. Tarqatardi hammaga. Hamma ko'rmaganki. Degan Imom Maturidiy dedi. Ochib ko'rsak nima bo'lib chiqdi? Imom Maturidiy bu gapni degan odam Abu Bakr Asom deb yozib qo'ygan ekan. Meni gapim emas bu, Abu Bakr Asomning gapi. Nomini yozib qo'ygan. Abu Bakr Asomni surishtirsangiz, Mu'tazilalarning 6-tabaqasidagi olimi. Bularning tabaqalari bor. Eng boshida o'sha Ato ibn Vosil turadi, Vosil ibn Ato turadi, Mirrisiylar turadi, o'shunaqa Ahmad ibn Abu Duotlar turadi. Ha? O'sha birinchi pag'ona bo'ladi. Undan keyingi pag'onalarda, misol uchun deylik, mana shu Qozi Abdujabborga o'xshagan yana bir qanchasi bor bularning. Kalbiy deganlari bor. Bu Abu Bakr Asom 6-darajadagi Mu'tazila imomi hisoblanadi. Bahrom endi bu mavzuga qaytib kelmaydi. Nimaga? Chunki bundan o'sha fursatda foydalanib oldi, bo'ldi. Foydalanib oldi, o'zini atrofidagi islomdan mutlaqo bexabar bo'lgan, islomni namozi yo'q, ro'za yo'q deb beradigan mullani qidirib yurgan alkash tabiat odamlarni ilintirib oldi, go'yoki. Unga savol beringlar, yonidagi turganlar. Sen Imom Maturidiyning gapi deb aytgan gap u kishining gapi emas ekan-ku. Davomini o'qib berdim. Imom Maturidiy Abu Bakr Asomning bu gapiga raddiya bergan. Ilmiy va mantiqiy asosda. Abu Bakr Asom aytayaptiki, agar bu xabar rostdan bo'lganda edi, mutavotir darajada bizga yetib kelardi, hamma ko'rgan bo'lardi degan. Desa birinchi bizga mutavotir yetib keldi degan. Imom Maturidiy isbotlagan, yetib keldi. Bir 10 ga yaqin sahobani sanagan. Mana shu sahobalarning hammasi bu rivoyatni qildi bizga. Endi 10 ta sahoba rivoyat qilgandan keyin ulardan kamida 10 tadan rivoyat qilsa 100 ta bo'ladi. Keyingilardan 10 tadan qilsa 1000 ta bo'ladi. Bu mutavotir degani. Yetib keldi bizga. Birinchi gapingizga raddiya shu deyapti. Ikkinchisi hamma ko'rgan bo'lish kerak edi degan gapingizga hamma ko'rishi shart emas. Mana uyda o'tirib biz ko'rmaymiz biz hozir oy yorildimi, yorilmadimi. To'g'rimi? Alloh taolo osmonni bulut qilib qo'ygan bo'lishi ham mumkin, oy ko'rinmaydigan bo'lib. Alloh taolo boshqalarni boshqa ish bilan mashg'ul qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Mumkinmi? Mumkin. Chunki deydi, oyi yorilishdan foydalanib bir qancha apiristlar, kazzoblar ana biz qildik deb payg'ambarlik da'vo qilib olishi mumkin. Bularni oldini oladi Alloh taolo. Mumkinmi? Mumkin. Mantiqiy dalil shu degan. Qarang, Abu Bakr Asomning gapini Bahrom Maturidiylardan Imom Maturidiyni tafsirida turibdi deyapti. Imom Maturidiy aytgan deyapti. Bizni kitoblardan dalil keltirganda shunaqa qiladi. Yuharrifunal kalim amma mavadihi, o'rnidan o'zgartiradi kalimani. Ikkinchi boshqa misollarni ham keltirdik. Masalan, Tabariyda shafoatni inkor qilib, ana Tabariyning tafsirida turibdi dedi. Men chiqib aytib berdim. Tabariyni o'qinglar, Qurtubiyni o'qinglar, Bag'aviyni o'qinglar dedi. Tabariydan, Qurtubiydan, Bag'aviydan shafoat haq degan jumlalarni keltirib berdim. Shafoat haq.
Sen Bag'aviyni misol qilyapsan, Tabariyni, ha, Tabariy shafoat haq deyapti. Demak, bizni manbalardan dalil keltirgan paytida tekshirish kerak. Nimaga? Bular o'zgartirib gapiradi. O'ziga moslab gapiradi. Chunki bizni manbalar ahli sunna val jamoa 1400 yildan beri islomni aqidasini, fiqhini, axloqini, ilmiy sanadini himoya qilib kelyapti shu kungacha. Bundan keyin ham mana shu jamoat olib ketadi. Boshqa jamoatlar faqat ixtilof, muammo, dushmanga malaylik qilishdan boshqa narsaga yaramaydi. Ahli sunna hech kimga suyanmasdan Allohga o'zini ishini topshirib, bu yo'lda xizmat qilib davom etadi. Bu alhamdulillahi robbil alamin va'da qilingan jamoat. La tazalu toifatun min ummati zohirina alal haq. Meni ummatimdan bir toifa haqda g'olib bo'lib davom etaveradi. La tazalu degani davomiy degani. La yadurruhum man khalafahum. Bu jamoatga muxoliflarning zarari yetmaydi. Bahrom chiqadimi? Don Kixot. Bu Bobomurod chiqadimi? Benasab, Kamol Yo'ldoshga o'xshagan mol fahm chiqadimi? Bularning kuchi yetmaydi. Ahli sunna davom etaveradi. Abu Hanifa qolaveradi, Imom Shofiy qolaveradi, Imom Buxoriy, Muslimlar qolaveradi tarixda, maydonda. Ular ilmiy asos inson bo'lib qolaveradi. Ilmiy manba ular orqali ekanligi, ular bizga yetkazganligi yana qolaveradi. Bahromga o'xshagani bir chiqadi, ko'rinadi, yo'q bo'ladi. Xo'p, bugungi mavzuyimiz aql to'g'risida. Sunnat inkorchilarini asosiy urg'u beradigan manbalari aslida aql. Sog'lom aql demayapman, aql, mutlaq aql. Aql ikki turli bo'ladi do'stlar. Sog'lom aql bor, sog'lom bo'lmagan aql bor. Yer yuzida aql mezoni bir xil emas. Nechta odam bo'lsa, o'shancha aql bor. Misol uchun deylik, Qur'onga ma'no aytarkan, sunnat inkorchilari o'zlarini aqllarini oldinga chiqarishadi. Mana shunga ko'ra shunaqa deydi. Seni aqlingga shunaqa kelyapti-da bu ma'no. Aslida buni sandan aqlliroq odamlar nima deb ma'no aytgan? Uni ham keltirib ber. Deyishimiz shu sababdan. Endi ular hadislarga tanqidiy nazar bilan qarayotganda ham o'zlarini aqllarini hujjat qilishadi. Men mana shunaqa-ku deydi, men tushunyapman, demak xato-ku deydi. Mustafa Siboiy o'zlarining kitoblarida ularga savol bergan. Aytganki, xo'p, aqlni mezon qiladigan bo'lsak, qaysi aqlni mezon qilamiz? Aqllar ko'p-ku deydi. Mu'tazilalarning aqlini mezon qilaylikmi? Ha? Mu'tazilaning aqli bilan ahli sunnaning aqlining farqi bor. Ha? Yoki ateistlarning aqlini mezon qilaylikmi? Ateistlarda ham aql bor. Ular ham aqlli da'vo qiladi. Biz aqlimizni ishlatyapmiz, yo'q deyapti. Ularning aqli mezonmi bizga? Qaysi aql? Yoki panteistlar bor. Yoki deistlar bor. Bularning aqli nima? Yoki Yunon faylasuflarining aqli nima? Qaysi aqlni mezon qilamiz degan. Ibn Taymiya rahimahulloh Dar'u ta'aridil aql va naql degan kitob yozgan. Ya'ni sog'lom aql haqida. Sog'lom aql naqliga zid kelishi mumkin emas degan. Sog'lom aql naqliga zid kelmaydi. Buni isbotlagan. Lekin sog'lom bo'lmagan aql naqldan ziddiyat topadi o'zicha. U zohir ziddiyatni aytmayapman. Zohir ziddiyatni olib, o'shandan mana shunaqa deb xulosa chiqaradi. Misol uchun deylik, bitta misollik keltiraylik. Bahrom yoki Bobomurodning aqli. Nima deydi ular? Mana deydi, hadisda deydi, ajvo hurmasi haqida hadis bor deydi. Abu Hurayradan rivoyat qilingan. Ajvo hurmasidan 7 dona yegan odamga o'sha kuni zahar ta'sir qilmaydi degan hadis. Mana shu hadisga qarang. Bizni ahli sunna val jamoa qanaqa ma'no aytgan? Bizni ahli sunnaning aqli qanaqa darajada ekanini
va Bahrom va Bobomurodga o'xshagan odamlarning aqli qanaqa darajadaligini mana shu hadisni ma'nosida ko'rish mumkin. Bahrom nima deyapti? Ana 7 ta xurmoni yeginda orqasidan margumush beraman, zahar. Ichib ko'rchi qani? Zahar ta'sir qilmasmikin deyapti. Hadisni shunaqa tushunyapti. Aqldagi ya'ni yetarsizlik, farosatni yo'qligi hadisni shunaqa tushunyapti. Hadisda 7 dona xurmoni, ajvo xurmosini yeb orqasidan zahar ich degan matn yo'q. Zahar ta'sir qilmaydi degan matn bor. Sehr va zahar ta'sir qilmaydi degan matn bor. Xo'p. Sanlar Qur'onga ergashamiz. Qur'on haq. Hadislar mana shunaqa, mana xurmodan 7 ta yesang, zahar ichsang o'lasan-ku. O'shaning uchun ichgan zaharing ta'sir qiladi-ku. Ha, hadis xato deyapti. Aqlni saviyasi shu darajada. Endi savol. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo asal haqida fihi shifaun linnas degan. Mutlaq aytgan. Asal odamlar uchun shifo degan. Asalda odamlar uchun shifo bor degan. Buni endi mutlaq tushunsak, ya'ni Bahromga o'xshagan aql bilan, ya'ni past aql bilan, Bobomurodga o'xshagan tupoy aql bilan tushunsak, shu oyatni, ya'ni Alloh taolo insonlar uchun shifo bor deyapti-ku, ha? Koronavirus ichganga asal beriladi. Qani tuzalsinchi? Qani bir odamni kasal qilamiz oldin, ha? Bunga virus jo'natamiz. Asalda shifo bor degan-ku ana Qur'on. Qani ichishi tuzalsinchi? Desak, past aql bilan yurgan bo'lamiz, to'g'rimi? Qur'onning bu oyati fihi shifaun linnas deganda odamlar uchun shifo bor deganda mutlaq hamma narsaga shifo deyotgani yo'q. O'limga shifo yo'q. Keksalikka shifo yo'q. Keksalik ham kasallik. Qani asal ichchi, qani yosharchinchi? Yo'q, unaqa narsa yo'q. Ha, demak, bu yerdagi shifo ma'lum bir kasalliklarga shifoligi aytilyapti. To'g'rimi? Unda vitaminning boyligi nazarda tutilyapti. Ha, hadisda ham shu. Zahar ta'sir qilmaydi degani, mikrob ta'sir qilmaydi balki deganidir. Bu ajva xurmosini qaysi zahar ta'sir qilmasligini sharhlarda ham aytishgan muhaddislarimiz. Bizning muhaddislar aytganki, bu mutlaq zaharga aloqasi yo'q bu hadisni. Qaysi zaharga aloqasi bor desa, chayon chaqqan, shunaqangi hasharotlar bor. U ya'ni arab diyorlarida kalta kesakka o'xshagan narsalar bor, kichkina. Shunaqa narsalar ham chaqadi odamni. Uni ham o'ziga yarasha zahari bor. Hatto sichqon tishlasa, u ham zahari bor. O'shalarni oldini oladigan, o'shalarga qarshi immunitet tashkil qiladigan narsa ajvo xurmosi deyaptilar. Solishtiringlarchi endi. Kimning hadisga aytgan ma'nosi aqliy salohiyat bilan bo'ldi? Kimniki? Bizning muhaddislarimiznimi yoki Bahromga o'xshagan tupoylarning aqlimi? Hadislarni yomon ko'rsatish uchun shunaqa uslub qilishadi. Demak, do'stlar, sog'lom aql Qur'on va sunnatda kelgan sahih rivoyatlarga zid kelishi mumkin emas. Undan tashqari hadis-i shariflar Qur'on oyatlariga ham zid kelishi mumkin emas. Zid kelyapti degan da'voni qilgan vaqtida u zohir ma'noda o'zining tupoy aqlida shakllantirgan ziddiyat u. Aslida hadislarni, sharhini, Qur'on oyati bilan uni muvofiqligini surishtirsangiz, to'g'ri kelaveradi. Men o'sha avvalgi suhbatlarimda aytayapman, bularning aqlini noqisligiga yana bitta dalil aytayapman ularga. Sanlar hadislarda ziddiyat bor deyapsan. Zohir ko'ringanda ziddiyat ko'rinadi. Xo'p, bor. Qur'onda ham bor bunaqa narsalar. Alloh taolo bir joyda nasulloha fanasiyahum degan. Ha? Munofiqlarni jahannamga solgandan keyin Alloh ularni esdan chiqardi degan.
Alloh ularni esdan chiqardi. "Va ma kana robbuka nasiya" degan boshqa bir oyatda. Seni Robbing esdan chiqaruvchi emas degan. Zohir ko'rinishida bir-biriga ziddiyat ko'rinyaptimi? Sog'lom aql qarasa, zohirda matnni tepasini o'qiganingizda, zohir degani yuzaki ma'no degani. Yuzaki ma'noda ziddiyat ko'rinyapti. Chuqurroq kirsangiz buni muvofiqlashtirsa bo'ladi. Birinchisi, munofiqlarni nimaga esdan chiqardi degan ma'noni alohida ma'nosi bor. Alloh hech qachon esdan chiqarmaydi deganning alohida ma'nosi bor. Bular bir-biriga zid emas. Tagini surishtirsangiz. Hadislarda ham shunaqa. Qur'onda shunaqa hodisa bor desam, Bobomurod aytib qo'yibdi. Qur'on bir-biriga zid deyapti abror deydi. Aql shunaqa. Aqldagi ishkolli ahvolni qarang. Unaqa demayapman-ki men. Sanlar hadislarda ziddiyat bor degan gapingni mezoni bilan Qur'onga qaralsa, unda ham shunaqa ziddiyat ko'rinadi. U ziddiyatni biz muvofiqlashtira olamiz. Ulamolarimiz muvofiqlashtirgan. Mushkilil osor degan asar bor. Shuning uchun yozilgan. Mushkilil osor degani asarlarning ishkoli degani. Mug'laqlik degani. Asarlar Qur'on va sunnat shu. Qur'onda kelgan, sunnatda kelgan matnlardagi mushkilni yechimi degani. Yechib bergan. Keltirib bergan ularni hammasini. Sanlar hali rejada bo'lmaganingda bizning ulamolar bu haqida kitoblar yozib ketishgan. Demak, bularni aqli bilan nazar soladigan bo'lsak, Qur'ondan ham ziddiyat topish kerak bo'lib qoladi. Vaholanki Alloh taolo "Walau kana min indi g'ayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera" degan. Qur'onda ixtilof yo'q. Agar Allohdan boshqadan nozil bo'lganda edi bu kitob, Allohdan boshqa odam o'zi yozib olganda edi, Allohdan boshqa kimdir yozib olganda edi, bu kitobni ko'p ixtiloflar chiqardi unda. Ixtiloflar yo'qmi? Qanaqa qilib yo'q? Uni muvofiqlashtirish bilan, ilmiy asos bilan, sog'lom aql bilan, hadis-i shariflarda kelgan payg'ambar alayhissalatu vassalomning amallari bilan kelgan mavzularga ko'ra ixtilof yo'q. Lekin zohirdan qarasangiz, ateistlar Qur'onda ixtilof bor deydi. Hop. Xullas, endi bir joyda bir gapim bor edi meni. Qur'oni Karimda hadislarni Qur'onga solishtirib ko'r degan usul yo'q degan edim. Qaytaraman. Qur'oni Karimni o'zida birorta joyida, hech bitta joyida hadislarni to'g'ri noto'g'riligini Qur'onga solishtirib ko'rish kerak degan gap yo'q degan edim. Bahrom Bakirov chiqinma debdi. Hadislarni Qur'onga solishtirish hech bitta joyda yo'q degan ma'noda gapiryapti bu. O'sha joyini kesgan yoki o'sha joyini eshittiryapti-da, yuqorida aytilgan gapni tushunmayapti. Oddiy meni tushunmayapti. Gapimni. Men Qur'onda unaqa narsa yo'q. Vaholanki Qur'onni hadislarga solishtirib ko'rasiz degan buyruq bor. Qur'oni Karimda Qur'onni siz bayon qilib berasiz degan oyat bor. Va anzalna ilayka zikra litubayyina lin-nas ma nuzila ilayhim. Biz zikrni sizga nozil qilyapmiz, siz bayon qilib berasiz. Rasululloh bayon qilib beradi Qur'onning nimaligini, oyatning ma'nosini. Rasululloh. Ba'zan Qur'onni Qur'onga solishtirib aytib beradilar. Ba'zan Qur'onni hadisga solib o'zlari tushuntirib beradilar. Bu nima deyapti keyin? O'sha joyi olyapti-da, mana Oysha onamizdan rivoyat bor Buxoriyda. Bizni hadislardan foydalanyapti. Hadislar inkorchisini hadislardan foydalanishligini o'zi kulgili. Nima deyapti? Men bu aqlni sizlarga qanaqa vesini, qanaqangi bir saviyasiz ekanini isbot uchun keltiryapman. Oysha onamiz aytgandilarki, kimda kim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Allohni ko'rgan desa, ishonma deganlar, yolg'on gapiribdi deganlar. Bu Oysha onamizning ijtihodlari. U kishi Allohni Rasululloh ko'rmagan degan ijtihodda aytganlar. Lekin bu sahobalar o'rtasida ittifoq gapmi? Yo'q, ittifoq gap emas. Ba'zi sahobalar ko'rgan Alloh taoloni deyshadi. Qanday degan tasavvurni
ular hadislarda kelgan narsa bilan tafsiriga, ta'viliga kirmaymiz deyishadi. Bu Najm surasida oyatlarni ma'nosidan shuni chiqarishadi. Oysha onamiz ko'rmadi deganlar. Bu kishini ham ijtihodi, dalil keltirganlar. La tudrikuhul absar va huwa yudrikul absar dalil keltirganlar. Ana deyapti. Hadisda ko'rdi deganga deyapti. Mana bu oyatni keltiryapti deyapti. Tan olasanmi shuni? Ha? Hadisda keltirilgan Allohni ko'rdi degan gapni oyatga solishtirib ko'ryapti deyapsan, ha? Shu dalil deyapsan oyatga solishtirib ko'rishlikka. Oysha onamiz oyatni hadisga solishtirganlari haqida ham rivoyat bor. Uni ham olasanmi endi? Yo faqat o'zingga kerakini olasanmi? Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom Imom Buxoriyda rivoyat bu. Imom Buxoriyning hadis to'plamlaridagi rivoyat. Oysha radhiyallohu anha aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Man husiba uzzib. Kim hisob qilinsa azoblanadi dedilar. Deganda Oysha onamiz aytdilarki, faqultu avalaysa yaqulullohu taala fasawfa yuhasibu hisaban yasira. Alloh taolo tez kunda ularni o'ta oson, yengil hisob qilinadi demaganmi? Hisob qilinsa yuhasabu hisaban yasira. Hisob qilinsa oson hisob qilinadi demaganmi? Siz kim hisob qilinsa azoblanadi deyapsiz-ku. Rasulullohga bu gapni gapiryapti. Desa payg'ambar alayhissalatu vassalom aytdilarki, innama zalikal arad dedilar. Walakin man nuqishal hisab yahluk. Bu dedilar, oyatdagi sen aytayotgan o'sha oson hisob qilinadi degani bu ko'rsatish xolos deyaptilar. Qilgan amallaring bu, qilgan amallaring bu deb o'tib ketiladi. Lekin o'tirib astoydil hisob qilingan har qanaqa odam halok bo'ladi dedilar. Har qanaqa odam hisob qilinsa halok bo'ladi. O'shaning uchun katta ketilmaydi. Ana bu hadis bu ham Buxoriyda kelyapti, Oysha onamizdan bu ham. Oyatni hadisga solib tushunilyapti. Rasululloh tushuntirib beryaptilar. Man nuqisha faqat uzzib. Man nuqishal hisab yahluk deyaptilar. Kim astoydil hisob qilinsa halok bo'ladi. Qur'ondagi fasawfa yuhasabu hisaban yasira u faqat ko'rsatish deyaptilar. Rasulullohning hadislaridan tushunyapmiz u oyatning ma'nosini. Ahli sunnaning ilmiy makonati shunaqa, ilmiy haybati shunaqa bo'ladi. Ilmiy asosga suyangani shunaqa bo'ladi. Bularniki o'zini aqliga kelganini, o'zi tanlagan yo'lni oqlash uchun tillarini burib, hatto hadisdan ham foydalanmoqchi bo'ladi. Endi hadislarni Qur'onga solib ko'rish degan gap yo'q deyapsiz Qur'onda. Qaytarib aytayapman, Qur'onda yo'q unaqa gap. Lekin usulda bormi desa, bor. U alohida mavzu. U Qur'on va sunnatni muvofiqlashtirish yo'lidagi 100 dan oshiq usulni bittasi. 100 dan oshiq usulni bittasi. Bir hadisni olasiz, Qur'onga solishtirib ko'rasiz. Agar Qur'on oyatlariga zid kelsa, sanadini o'rganasiz. Sanatni o'rganganingizda ham agar u amaliy hadis bo'lsa, amal qilinadigan hadis bo'ladigan bo'lsa, uni muvofiqlashtirasiz. Qur'on oyatlariga bu hadisni zid kelishi mumkin emas. Chunki amal sifatida yetib kelgan hadislar mutavotir hadis hisoblanadi. Yozib qo'yinglar shu gaplarni. Amal haqidagi hadislar mutavotir hadislar hisoblanadi. Qavli hadislarni tepasida mulohazalar bor. Qavli hadislarni o'zini usuli bor. Endi sanatda ishkol bo'lsa, sanadida zaif bo'lsa, demak u Qur'onga zid kelganligi uchun bu hadisning sanatidagi zaiflik sababli olib tashladi. Lekin hadis sahih bo'lsa-yu, Qur'onga zid keldi ko'rinishidan bo'lsa, unda boshqa narsa qidiriladi. Nima? Bu yerda biz tushunmayapmiz deyiladi. Va izlanadi, topilgan, bir qanchasi topilgan. Mana yuqoridagi hadislarga o'xshagan. Payg'ambar alayhissalatu vassalom man husiba udriba dedilar. Kim hisob qilinsa azoblanadi. Hadis bu.
kim qiyomatda hisob kitob qilinsa, aniq azobga ketadi. Hadis. Solishtirib ko'rsangiz nima bo'lyapti? Qur'oni Karim oyatidagi fasawfa yuhasabu hisaba yasira oyatiga to'g'ri kelmayapti. Nima qilamiz? Tashavuramizmi? Rasulullohning yuqoridagi hadislarini? Yo'q. Buni ma'nosi nima ekan deb qidiramiz. Sahih sanad bilan keldimi? Ha, Buxoriyda keldimi? Ha, tamom. Sanatda gap yo'q. Bu Rasulullohning gaplari aniq. Demak, buni boshqa ma'nosi bor. Nima ma'nosi bor desa, u oyatdagi oson hisob qilinadi degani amallar ko'rsatiladi xolos degani. Nimaga qilding deb so'ralmaydi. Sen buni qilgansan, sen buni qilgansan deb o'tib ketiladi. Lekin bir kishiga nimaga bu ishni qilding sen? Javob ber deyilsa, u halok bo'ladi. O'shaning uchun Allohim bizga oson hisob qilgin. Allohim bizni astoydil imtihon qilmagin. Bizdan astoydil so'ramagin. Fazling bilan kechirgin deyiladi. Istig'for kalimasini ko'ring, dunyoni qayerida bo'lsangiz ham, uyqudan tursangiz ham istig'for, hojatxonaga kirib chiqayotganingizda ham g'ufronaka istig'for, namoz o'qiyapsiz. 2 rakat namozni o'qib assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom berganingizdan keyin birinchi kalima nima? Astagfirulloh, istig'for. Nimaga desa, mana shu oyat, mana shu hadislarni mafhumidan kelib chiqqan narsa u. Alloh bizni kechirsin, rahmati bilan hisob qilsin. Rahmati bilan. Alloh subhanahu va taolo bizni astoydil hisob kitob qilaman desa, najot yo'q, halok. Hatto payg'ambarlar najot topolmaydi degan hadislar bor. Agar Alloh astoydil hisob kitob qilaman desa, bergan ne'matini shukrini ado qila olmaymiz. Yo'q, iloji yo'q. Ana, demak, hadislar sahih bo'lgandan keyin, sanad sahih bo'lgandan keyin Qur'onga zid kelishi mumkin emas. Zid keldi deyilsa, unda aqlda ishkol bor. Xo'p. Bugungi suhbatni sal qisqaroq qilay dedim. Asr bo'lib qoldi ham bizda. Asrdan keyin iftorlikka tayyorgarlik bo'ladi. Ozgina savol-javob ham qilamiz. 3 ta nuqta qo'yamiz yana. Demak, biz sunnat inkorchilarini aqlni o'zlariga mezon qilib olganlarini mana shunda taftish qilib qo'yishimiz kerak. To'xta, qaysi aql u? Bahromning aqlimi? Yo'q, seni aqling bilan hojatxonaga ham borib bo'lmaydi, turklar. Seni aqling bilan lavobaga ham borib bo'lmaydi. Sen kimsan sen? Kim senga ergashadi? O'zingga o'xshaganlar ergashadi. Va fawqa kulli zi ilmin alim. Har bir ilmni tepasida ilm bor. Har aqlni ustida ustun aql bor. Seni aqling bilan tushunilmaydi-ki. Masalan, yana bitta misol aytib ketay shu yerda. Bahrom Bakirov aytayaptiki, meni gapimni qo'yib aytayapti. Abdulaziz Bayindir degan Turkiyada bir murtad bor. Alloh kelajakni bilmaydi degan odam. Mana shu jumla aynan Abdulaziz Bayindirning gapi. Bunaqa jumla yo'q Qur'onda. Alloh kelajakni bilmaydi degan jumla yo'q. Qayerdan olgan buni desa, Qur'oni Karimdagi hatta na'lama kalimasini, hatto bilgunimizcha sizlarni imtihon qilamiz degan oyatni o'qib, shu oyatni tafsirida aytgan. Shu oyatni ma'nosida mana hatto sizlarni bilgunimizga qadar imtihon qilamiz degan gap, demak bilmaydi deb demakdan keyingi tafsir Abdulaziz Bayindirga tegishli. Bu bilan u juda mashhur bo'lgan Turkiyada sharmandasini chiqarib tashlashgan. Abu Bakr Sifil hafizahulloh, olim kishilardan, ahli sunnani yetuk ulamolaridan. U kishi pachag'ini chiqarib qo'ygan shu bahsda. Sharmanda bo'lgan, o'tirgan joyida qizlari bo'zarib bo'lari bo'lgan. Tan olmagan lekin. Desam shuni chiqarib aytibdiki, mana deyapti. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf tafsirida ham shu gap bor-ku deyapti. Qaysi gap bor? Alloh kelajakni bilmaydi degan gap bormi? Bekitib o'tib ketyapti. Nima deyapti? Mana Muhammad surasi 31-oyatni o'qinglar deyapti. Muhammad surasi 31-oyatni ochib o'qinglarchi, tafsir bormi sizlarda? Menda narigi uydamikin tafsirim. Ochib o'qib berardim. Ha, bor ekan tafsir. Hozir ochib o'qib beray shuni. Xo'p desanglar. Muhammad surasi. Bismillah.
4-chi demidi. Durmasa ekan, 5 ekan menimcha. %470. Bahromni o'sha suhbati endi ko'rish tavsiya qilmayman. Mabodo uchrab qolsa biror joyda aytasizlar unga. Hadratmish xuddi Abdulaziz Bayindirga o'xshab Alloh kelajakni bilmaydi degan emishlar. O'qib ko'ramiz. Shunaqa deganmikinlar? Qur'on oyatini zohir ma'nosiga ko'ra hatta na'lama deyaveradi Alloh taolo. Nasulloha deyaveradi. Alloh esdan chiqardi deyaveradi. Lekin tafsirida Alloh esdan chiqaruvchi demaydi ahli sunna. Sen va seni tutingan dadang Abdulaziz Bayindir. O'sha oyatni, hatta na'lama oyatini o'qib, demak Alloh bilmaydi kelajakni deyapti. Mana Muhammad surasi 31-oyat. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Tafsirini o'qiymiz. Hadrat tafsirda tarjimada nima deganlar, keyin tafsirda nima deganlar. Qarang. Va ta'kidki sizlarni sinarmiz, toki sizlardan mujohidlarni, sabrlilarni bilsak va xabarlaringizni imtihon etsak. Shuni o'qiyapti-da, mana hatto deyapti. Sabrlilarni bilsak, bilgunimizcha. Demak shunaqa ekanmi? Alloh bilmas ekanmi deyapti. Voy, tafsirni o'qi, Hazrat tafsirda nima degan? Buni tagida oyat tafsir, qora bilan yozilgan tagida tafsir turibdi. Tafsirlari. Aytyaptilar Hazrat, mazkur sinov Alloh taoloning o'zi uchun emas. Ya'ni Alloh taolo bir narsani bilmasdan turib sinab ko'rmaydi. Allohga emas bu imtihon. Chunki u shundoq ham hamma narsani, odamlarning kimligini, sir yashirganlari-yu oshkorini, imkoniyati-yu xohishini, barchasini yaxshi biladi. Ammo odamlar bu narsani anglamaydilar. Boshqa odamlar u yoqda tursin, ba'zilar o'zidagi holatlarni ham bila olmaydi. Ana shu yashirun holatlarni, berkitilgan haqiqatlarni bilish uchun bilish zarur. Buning uchun esa sinov kerak. Mana Hazratni rahimahullohning tafsirlarida hatta na'lamaga bilsak, bilgunimizga qadar degan ma'noni lug'aviy tarjima qilganlar. Tafsirida sen murtadni tutingan dadang Abdulaziz Bayindirga o'xshab Alloh kelajakni bilmaydi, mana oyatga ko'ra demagan. Bularning uslubi shunaqa do'stlar. Bu uslubdan ogoh qilishlikka harakat qilyapmiz. Ba'zilar endi to'g'ri ma'noda so'raydiganlar ham bor. Bunga vaqt ajratib isrof qilyapsiz umringizni deganlar. Men unaqa o'ylamayman do'stlar. Bizning maqsadimiz Bahrom Bakirovga o'xshaganlarni hidoyatga solish emas. Ya'ni ularning hidoyati Alloh hidoyat qilsa, Alloh qiladi. Ularning aksariyati tarixdan ma'lumki hidoyat topmaydi. Aksariyati. Alloh rahim qilganlari mustasno. Unda nimaga bu suhbatni qilyapmiz desa, siz qadrdon azizlar uchun qilyapmiz bu suhbatlarni. Biz o'zimizdan keyingi avlodlarimiz uchun, o'g'lim uchun qilyapman buni. Alloh bersa nasib bo'lsa qiyomatga qadar davom etadigan avlodlarim uchun qilyapman buni. O'zbek zabon musulmonlarimiz bunga o'xshagan murtad jamoalarning fikrlaridan ta'sirlanmasliklari uchun go'yoki payg'ambar alayhissalatu vassalomning hadislarini ya'ni bir qasr desak, shu qasrni eshigini tagidagi qorovulman men. Eng masalan sizning hayolingizda oddiy ishchi bo'lsa, o'sha oddiy ishchi qorovulman. Hech yo'shatga hech kim kirmasin degandek, himoya qilish kerak degandek turibman. Butun dunyo to'dalanib kelsa ham mana shu masalani
himoyasi uchun turamiz degan maqsadda qilyapmiz buni. Boshqa odamlarni ya'ni ta'sirlanib ularni tuzog'iga tushganlarni ham hidoyati qiyin masala. Chunki ular o'zi xohlab yuribdi. Masalan, bir odam bor, namoz o'qishni uncha yoqtirmaydi. Juda qo'l keladi-da Kamol yo'ldosh. Xohlasang o'qi, qazosi yo'q. Kayfing kelganda o'qi, kayfiyating bo'lmasa qo'yaver, ketaveradi. Bobomurod Abdulla bir odam deylik eshak go'shtini yaxshi ko'radi. Unga kim yaxshi? Bobomurod yaxshi. Bahrom Bakirov yaxshi. Nimaga? Eshak go'shti harom emas Qur'onda. Bemalol yeyverasan deyapti. Shunaqa o'zi tabiati buzilgan odamlarni o'sha mavzularda o'zi istagan domlasi bo'ladi qo'shtirnoq ichida. O'shaning uchun kerak ular. Bulardan ogoh bo'lishimiz kerak. Qisqaroq shu 3 ta nuqta qo'yamiz. Suhbatni davomini kelajakda ham davom ettiramiz inshaalloh robbil alamin. Hadislar to'g'risida ularni asoslari va bular qarshi chiqayotgan hadislarni aslida to'g'ri ekanligini, Qur'onga muvofiq ekanligini isbotlovchi suhbatlarni Alloh nasib qilsa davom ettiramiz. Xo'p, bitta savollarni qilamiz. Mavzuga aloqador savol bo'lsa yaxshi bo'lardi. Xo'p. Nimaga ochsam ochilmayapti bu? Adminlarimiz yotdamisizlar? Islom haqligini isbotlang, iltimos degan profil. Ochyapman, ochilmayapti. Nimaga? Telegramda shunaqa. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom rahmatulloh. A'zolar ko'rinmayapti menda. Nimaga ochilmayapti bu? Ochsam, men ochyapman. Boshqalar ham ochilmayaptimi yo faqat shu? Bittasi she'r haqida savol degan profil bor ekan. Ochildi bu. Mikrofonni bosib gapiring. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom rahmatulloh. Rahmat. Ustoz she'r haqida so'ramoqchi edim. Mahmud Olkesni she'rini turkchasini o'qib berdik. Shuni o'zbekchasiga tarjima qilib o'qib berishingizni so'rayapman. Qaysani bir kechanami? Mahmadim degan. Mehmedim? Aha. Ha, yo'q, Mehmed emas. Zindondan Mehmedi maktub. Najib Fozilniki. Hali qilganimiz yo'q, o'tirib ishlaydiganda u. Men nasib xudo xolsa bo'lar inshaalloh. Ma'qul. Salomat bo'ling. Ustoz, Alloh rozi bo'lsin. Qilayotgan ma'lumotlaringizga o'ta manfaatli bo'lyapti. Amin, rahmat. Alloh foydali qilsin hammamizga. Doim duodamiz, bizni ham duo qilib turasiz inshaalloh. Salomat bo'ling. Amin. Ro'za haqida ixtilofli savol. Ikkita savol ekan. Bering savolingizni. Mikrofonni bosib gapirasiz. Ro'za haqida ixtilofli ikki fatvo. Ularga qo'l ko'targanlar yana anaqani olib tashlab yoki chiqib qaytadan kirib ko'ringlar. Ochilmayapti sizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Qoraga yaxshimisiz? Va alaykum assalom rahmatulloh. Rahmat. Qoraga ro'zada mana og'izdan tishdan chiqqan qon ro'zani buzadimi, buzmaydimi degan savolga ikki xil fatvo berilyapti-da. Musulmonlar idorasi buzadi deyapti. Sizni videolaringiz internetlarda tarqagan edi. Shunda bir akamiz savol bergan, buzmaydi deb javob bergan ekan. Shunga qaysi biriga ergashsak durust bo'ladi deb. Xo'p, qonni bilmasdan turib yutib olsangiz, u ochilmaydi u. Lekin aniq chiqqan qon tashqariga chiqqandan keyin bo'lsa, unda ochadi degan aniq bor. Lekin bu masala ham juda muttafaqun alayh emas o'zi. U og'izni ichida tashqariga chiqmasdan turib, masalan, deylik bir odamni tupugi chiqyapti misol uchun, u yutiladi-ku ichkariga, ochilmaydi. Lekin tupuk tashqariga chiqib turib, tashqaridan yana qaytadan ichkariga kirsa, ochilib ketadi unda. Yutib olsa deydi. Chunki tashqariga chiqqandan keyin boshqa narsaga aylanadi u. Tish haqida ham keltirgan ulamolar, tishi bir odamning tishi tushib yutilib ketdi. Nima bo'ladi desa, ikki xil gap gapirishgan. Ba'zilar bu ozuqa emas. Ozuqa bo'lmaganligi uchun u ochmaydi degan. Ba'zilar aytganki, yo'q, begona jism baribir.
xalqimdan o'tgandan keyin ochadi degan. Biz nima qilishimiz kerak? Iloji boricha ehtiyot chorasini ko'rishimiz kerak. Mabodo ochiladi degan shubha bo'lib qolsa, nimaga Ramazondan keyin 6 kun Shavvolda roza tutiladi? Mana shunaqangi narsalarga kafforat uchun. Nima uchun Ramazonning oxirlarida fitr sadaqa beriladi? Mana shunga o'xshagan narsalarning kafforati uchun. Bizdan Alloh taolo ixlosni so'raydi. O'sha tutgan ro'zamizni ixlos bilan tutishimizni so'raydi. Va iloji boricha o'sha muhofaza qilishga harakat qilishimiz kerak. Bir odam buzilmaydi deyapti, bir odam buziladi deyapti. Yo odam demaylik, bir fatvoda buzilmaydi deyapti, bir fatvoda buziladi deyapti. Nimasi olish afzal desa, ehtiyot chorasida buziladini olish kerak. Taqvo bu. Ehtiyot chorasi bo'yicha buziladini olib, o'rniga tutib qo'ysangiz bo'ladi. Og'zim ochilib ketdi deb ovqat yeb ketmaysiz, baribir og'zingiz bekib turadi. Lekin taqvo qilasiz. Buzilmaydi deganda fatvo bo'ladi. Uni olsangiz ham roza bo'laveradi. Faqat nafl rozalarda, fitr sadaqalarda uni kafforatiga amal qilgan bo'lasiz. Tushunarlimi? Katta rahmat qo'raki. Salomat bo'ling. Islom haqligini isbotlang. Siz chiqib kirmadingiz-da, chiqib kirganingizda ochardik. Bu ochilmayapti sizniki nimagadir. Xo'p, do'stlar, asr bo'lib qoldi bizda. Savol javoblarni qilmoqchi edik. Bahrom aka kirib kirmadimi? Kirmaydi ular. Xo'p, do'stlar, bitta mulohazali fikr aytib qo'yay. Kecha 13-kuni, 13-14 kuni Qarshida bo'ldim. Qarshi shaharda turdim. Dehqonobod tumaniga borib keldim. 13-kuni soat 2 da sud bo'ldi. Sudda palitligi bilan, razilligi bilan, ya'ni ifloslik bo'yicha O'zbekiston chempioni, sovrindori Jakuy ibn Tezakni sudi bo'lyapti. Endi bu yopiq sud bo'lyapti. Yopiq sud bo'lishining sababi shunaqangi bir statyalar bor. U statyalar ya'ni yopiq sud bo'lishiga sabab bo'lyapti. O'shaning uchun sudni tafsiloti, ichkaridagi holatlar to'g'risida xabar berishdan ogohlantirishdi. Buni aytmanglar deyishdi. Chunki yopiq sud shuning uchun. Lekin biror dona qarindoshi yo'q. Bir odamning sudi bo'lyapti. Akasi, otasi, onasi kimdir keladimi? Xotini, bolasi keladimi sudga? Hech kim yo'q. Hech kimi yo'q. Shu darajada xor o'tiribdiki, xorlik nuqtasini ko'rib ibrat oladigan. Ibrat oladigan. Yozishni bilmaydigan odamlardan, yozishni bilmaydi, keksa, taxminan bir 70 ga kirgan amaki o'tiribdi. Ya'ni shikoyat qilgan, kimdir yozib bergan bo'lsa kerak, lekin chiqib qo'l qo'yishni bilmayapti. Haligi ko'rsatma berishdan oldin qo'l qo'yadi-yu, qo'l qo'yishni bilmayman deyapti. O'sha odamdan ham 3 million so'm olib qulatib olgan. Yuborgan. Dilnur Kamilov chiqib gapirdi. Oldin gapirgan ekanda 2024da. Ochib qo'yishdi yaqinda yana. Endi tagida Dilnurni so'kib yotishdi-da, u Dilnurga aloqasi yo'q uni. Dilnur tan olyapti, bo'yniga olyapti. Mashinnik bu deyapti. Mashinnik. Advokat yollashgan oldingi sudida. Advokat yollagandan keyin advokat bu bilan tanishib qoladi-yu, uni pulini olib, advokat pulini uxlatib ketgan. O'shanga hozir advokat ham yo'q. Bir ayol kishi o'tiribdi. 70 ga kirib qolgan onaxon ekanlar. Menimcha davlat bergan advokat. O'tiribdilar, bir og'iz himoya qilganlari yo'q. Savol ham berganlari yo'q. Prosta o'tiribdilar. Shu darajada xorki. Do'stlar, ibrat, ehtiyot bo'linglar. Farzandlaringizni tarbiya qilganda shuni tushuntiring. insonlarga tuhmat qilishning oqibati dunyoda ham xorliksiz bo'lmaydi. Men mana shu suhbatlar boshida aytgan edim. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning bir hadislarini keltirib. Payg'ambar alayhissalotu vassalom
3 ta narsaga qasam ichganlar. Shundan bittasi alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Shundan bittasi, agar siz haq bo'lsangiz, sizga nohaq tuhmat qilinsa, Alloh sizni o'sha tuhmat qilganni huzurida aziz qiladi deganlar. O'sha joyda aziz qiladi. U ochiqcha zulm qilgan zolimni dunyoni o'zida jazosini bermasdan o'ldirmaydi. Jazosi dunyoda keladi. Onam haqida nima gaplarni gapirmadi bu. Men haqimda nima gaplarni gapirmadi. Men haqimda gapirgan gaplarning hammasi o'zida paydo bo'ldi. O'zida ekan shu. O'sha paytda aytgandim, baqlajonni ko'tarib olganda ish asbobingni ko'rsatyapsan deb. O'zini ish uskuna asbobi u. Shunaqa bo'lib chiqdi. Hali chiqadi buni orqasi. O'sha paradislar bilan bitta partiyada ekanligi ko'rasizlar hali. Uni tarafini olib yurganlar, o'shani qarsak chalib yurganlar, hammasi key bo'ldi. Shuhrat Barlas qani? Abu Muslim qani? Nozim degan odam haqida eshitgansizlar Imbrayin masalasida. U Nozim ham qo'lga tushdi menimcha, qamoqda o'tiribdi ham. Aferistlar jamoasi ekanligi. Dilnur aytayapti, qani Nozim deyapti. Nozim pul va'da qilgan. Qarang, Nozimni ham pastkashligini qarang. Nozim mana bu pastkashi ham aldab ketgan. U orqali menga hujum qildirganda, mendan qarzini bermaslik uchun shunaqa narsalarni o'ylab chiqqanda, undan keyin uni ham uxlatib ketgan. Jakuy ibn Tezak tamom bo'lgan. Menga savol beryapti. Jakuy kim deyapti menga. Savol bo'ladi-yu, Jakuy kim deganda maqsadi bor. Men uni Jakuy deb so'kkan bo'lib chiqishim kerak edi, u haqorat qilgansan. Bu qilgan haqoratlari ya'ni hisobga olinmas ekan. Men uni Jakuy deganim haqorat ekan. Jakuy kim dedi. Yo'da men aytdimki, fransuz kinosida tezakdan paydo bo'lgan obraz dedim. Nimaga meni haqorat qilyapsan Jakuy deb? Yo, sen haqorat qilmayapman. Sen o'shanga o'xshaysan, shunaqa deyapman. Ranging o'xshaydi, kelib chiqishing ham o'xshaydi. Dezam kulib yubordi o'tdagilar ham. Shunaqa xorki, ko'rib faqat ibratlanasiz. Ko'rib faqat ibratlanasiz. Shuni tarafida yurgan, ana u Karimberdi bor, To'ra Murod. O'g'li. Bir paytlar o'g'lim emas deb tan olmagan edi, keyin o'g'lim deb chiqdi-yu keyin. Farruh Kal. Mayli, kallik ham ayb emas. U aqli kal odamlar ular. Xudoyberdi Zominiy. O'zimizdan-da bu, o'zimizdan-da deb yuruvdi. Hamjinslar. Bundan battar bo'llaring deyman-u, bundan battari yo'qdi do'stlar. Bundan battari yo'q. Bundan battari yo'q. O'sha masala bo'yicha borib keldim. Endi keyingi sudlarga kelishingiz shart emas deyishyapti. Men o'ylab turibman, borish kerak. Ne o'ylab turibman. Agar vaqt topa olasam, boraman. Bu tarixiy hodisalarda bular. Xalqimiz kimligini mana shunaqa natijalarda ko'radi. Alloh taolo zolimlarni hammasini shundoq o'tkazib yormaydi deydi ulamolar. Zolimlarni dunyoda ham jazosini ko'rsatib turadi. Nimaga desa, oddiy xalq zulmning oqibatini natijaga ko'ra hisobga oladi. Natijaga ko'ra ibratlanadi. Ko'pchilik ko'rmaydi-da. Ko'rmagandan keyin zolimlarga qarshi jazo yo'q ekan degan umidsizlik paydo bo'ladi. Ana shu umidsizlikni oldini olib, Alloh taolo zolimlarga dunyoda jazo beradi. Ba'zilari o'tib ketar, lekin ko'piga jazo beradi. Mana bitta jazo. Ko'ringlar. Otasi yo'q. Kelmagan. Onasi yo'q. Hech kim yo'q. Tasavvur qiling, qamoqda o'tiribsiz, orqangizdan hech kim kelmagan. 4 ta odam kelgan, ular ustingizdan shikoyat qilib kelgan odamlar. Xorlikmi? Konvoylar aytayapti, va shiplos odam ekan deydi. Dachga ham kiritishmayapti. Hech narsa yo'q orqasidan. Oddiy nos so'rasa, nos ham kiritishmayapti ekan. Kiritishmayapti, taqiqlagan emas, yo'q, olib kelib beradigan yo'q.
Ikkita singlisi bor ekan, singlisini yaxshi ayollar deyishyapti. Bechoralar yig'lab shu ishlaringizni tashlang degan ekan, ancha. Singillaridan ham voz kechib yuborganda bu. O'sha haqida so'rashdida, Nozim mana chiqdi. Kutinglar do'stlar. Tuhmat bir inson umrichalik yashamaydi. O'lmasak ko'raveramiz. O'lsak o'lganimizdan keyin ham ko'rasiz. Kim tuhmat qilgan bo'lsa, javobi keladi, albatta keladi. Yana bitta gap. Abu Zubayr degan bir profil bo'lardi. Bu Ehson nimadir degan salafiy odam bor. Rusmi, o'sha boshqa millat vakili, salafiy. Shuni shogirdlari bor, o'zbekcha gapirib yurgan shogirdlar. Abu Ibrohim degani bor, Abu Zubayr, Abu Sofiya, men shunaqalar bor edi. Ular bilan bir bahs qilganmiz. Bahsda bechoralar makmakak qilib qo'yganiga alami hozirgacha ketmay yurgan ekanda. Kecha bittasi shunaqa o'sha Abu Zubayr degani menga chaqiriq qildi o'zicha. To'dalanib kellaring deysiz, ha, keling bizga mana. Biz borsak bekitib qo'yasiz. deb endi gapiribdi xullas. Bu ham bir haligi tilamchilikning uslubi bo'lib qoldi. Ijtimoiy tarmoqda Abror Muxtor Aliyni rasmini banner qilib qo'yib video qilsangiz, prosmotr yaxshi bo'lar ekanda. Kanaliga kirib ko'rsangiz 703 ta, 305 ta odam ko'rgan videolarini. Abror Muxtor Aliyni qo'ysa 25 mingta ko'ribdi. Bizni rasmimiz bilan ham shunaqa tilamchilik qilib yurasizlar. Yana bahsmish. Sizlar bilan nimani bahs qilamiz? Arabcha bahs qilasizmi deyapti. Qilaman, sen bilan arabcha bahs qilaman. Yoki bitta arabni olib kelsang, arab bilan bahs qilamiz, salafiy bo'lsa. O'zbekchani bilsa qarshimdagi, men ham o'zbekchani bilsam, maqsad auditoriya musulmon xalqimizga bo'lsa, nimaga arabcha qilib keyin tarjima qilish kerak? Sahih bilan zaifni farqiga bormaydigan, hadis usulidan uzoq bo'lgan odamlar bilan nimani bahs qilamiz? Ojizalar bilan nimani bahs qilamiz? Ojizlarni yengib bo'lmaydi. Ojizaga yengilamiz. Qo'l ko'taramiz ojizalardan. Ular bilan gap talasha olmaymiz. Erkak bo'lsalaring, kellaring bahslashamiz. Alohida kanal bo'lsa, alohida kanalda. Yoki xohlasalaring admin berib qo'yadi. Adminlikni beradi sizlarga xohlasalaring. Adminlikni olib ovozingni hech kim bekitib qo'ya olmaydi, bahs qilamiz. Faqat madaniyati bor bahsni. 5 minut sen gapirasan, 5 minut qarshi taraf gapiradi. Savol berasan, javob beradi, savol beriladi, javob berasan. Javob bermasang unda bahs bo'lmaydi. Javob bera olmasang, yana qaytalab ming'irlayversang bahs bo'lmaydi. Hadisni sahihligiga dalil so'rasam keltira olmayapti-da, bahs qilamiz deyapti. Nima qilasan? Qanaqa bahs qilasan? Bu ham bir mavzuning ichida mavzu bo'ldi. Do'stlar, qisqaroq shu she'r o'qib beraymi? Nima deysizlar? Yo, Qur'on o'qib beraymi? Nima deysizlar? Ramazon oyi Qur'on oyi-ku. Biror bet Qur'on o'qiylikmi? Yaxshi bo'ladi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد lillahi robbil alamin. Qadrdonlar, Ali İmrondan bir bet o'qidik. Oxiridagi duoga amin deysizlar, biz ham amin deymiz. Oxirida Alloh taolo shu sahifani oxirida Robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana duosini o'rgatyapti. Parvardigoro, bizlarni hidoyat qilgandan keyin adashtirib qo'ymagin. Qalblarimizni botilga moyil qilib qo'ymagin degan duo. Bu duodan shundoq yuqorisidagi oyatda Qur'on ummul kitob muhkam va mutashobihga bo'linishligini, mutashobih uchun orqasidan ketganlar adashib ketishligini ogohlantirgan. Biz hayotimizda ko'ryapmiz, juda ko'p odamlar o'sha mutashobihdan ketyapti. Ana shu mutashobihlarga tushib adashib ketishlikni oldini olish, Allohdan duo qilib so'rash, ulamolar bilan aloqada bo'lish, ahli sunna val jamoaning kemasida bo'lish bilan ta'minlanadi. Boshqa yo'l halokat, ehtiyot choralarini ko'rish kerak. Barchalarga tashakkur. Alloh taologa omonat. Yaqin yaxshi kunlarda yana diydorlashguncha salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.